Dunyo sanoati yangi resurslardan kuch olayotgan bir vaqtda Wolfram global iqtisodiyotning energiya valyutasi sifatida qadr topmoqda. Wolfram bugungi kunda energetika, yashil texnologiyalar, aviatsiya, mashinasozlik, kimyo sanoati, kosmik texnologiyalar uchun ahamiyati yuqori bo'lgan kelajak metallidir. Hozirda O'zbekiston texnologik metallar kombinati Wolfram sohasida ilg'or texnologiyalar va integratsiyalashgan ishlab chiqarish modellari orqali mamlakatni global Wolfram maydonida ishonchli hamkor sifatida pozitsiyalashga yo'naltirilgan kompleks loyihalarni amalga oshirmoqda. Xususan, joriy yilda TMK Markaziy Osiyo bo'yicha xalqaro Wolfram assotsiatsiyasiga to'laqonli a'zo bo'lgan ilk kombinatga aylandi. Bu a'zolik jahon miqyosidagi yetakchi ishlab chiqaruvchilar va ilmiy markazlar bilan yaqin hamkorlik o'rnatish, zamonaviy texnologik tendensiyalar hamda xalqaro standartlardan foydalanish imkonini berdi. TMK bugun Wolfram zanjirining barcha upstream, midstream va downstream bosqichlarida faol ish olib bormoqda. Upstream bosqichi doirasida Samarqand viloyati Nurobod tumanida joylashgan Sariko'l Wolfram konini ochish, Kattaqo'rg'on shahridagi ingichka konida texnogen chiqindilarni qayta ishlash jarayonlarini jadallashtirish, shuningdek Navoiy viloyati Uchquduq tumanida Saudbay maydonida geologik qidiruv ishlari amalga oshirilmoqda. Shuningdek, TMK Wolfram konsentratlarini boyitish va qayta ishlashni yo'lga qo'yish bo'yicha ham xalqaro kompaniyalar bilan hamkorlikdagi loyihalarni amalga oshirmoqda. Jumladan, Sariko'l Wolfram konini o'zlashtirish loyihasi bu TMK tomonidan amalga oshirilayotgan noyob va ustuvor loyiha bo'lib, umumiy sanoat zaxiralari istiqbolli maydonlar bilan 30 ming tonna Wolfram metallini tashkil etadi. O'zbek geologiya qidiruv aksiyadorlik jamiyati hamda O'zbekiston texnologik metallar kombinati bilan birgalikda JORK kodeks talablariga asosan Sariko'l konida geologik qidiruv ishlari olib borildi. Natijada respublikamizda mavjud bo'lgan Wolfram konlariga nisbatan Sariko'l konida Wolfram 3 oksidi yuqori darajada ekanligi aniqlandi. Hozirgi kunda Sharqiy Sariko'l uchastkasi hamda Oqsoy uchastkalarida JORK kodeks talablariga asoslanib qo'shimcha geologik qidiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Geologiya va tog' kon sanoati vazirligi ko'magida amalga oshirilayotgan Sariko'l Wolfram konini o'zlashtirish loyihasi mamlakatimiz sanoati uchun muhim qadam hisoblanadi. Loyiha ustida xalqaro miqyosda katta tajribaga ega, tog' kon sohasida yetakchi hisoblangan Avstraliyaning AMC Consulting va Newpro Consulting Engineering kompaniyalari ish olib borishmoqda. Hozirgi kunda xalqaro standartlarga mos ravishda JORK standartlari bo'yicha geologiya qidiruv ishlari yakunlandi va hozirgi kon ochish ishlari faol davom etmoqda. Shu bilan birgalikda atrof muhitni muhofaza qilish maqsadida ESG loyihasi ham ishlab chiqilmoqda. Sariko'l konidagi ishlar ochiq va yer osti usullarida olib boriladi. Bu usul xavfsizlikni ta'minlaydi va iqtisodiy jihatida ham foydali hisoblanadi. Sariko'l koni bu yurtimiz sanoati taraqqiyotiga qo'shilayotgan yangi kuch, kelajak avlod uchun ishonchli maydon bo'lishiga ishonamiz. Ishlab chiqarish majmuasi yiliga 1 million tonnagacha rudani qayta ishlash quvvatiga ega bo'ladi. Natijada 65% xalqaro sifat standartlariga to'liq javob beruvchi Wolfram konsentrati olinadi. Yillik ishlab chiqarish hajmi 4000 tonna. Istiqbolli maydonlarni inobatga olgan holda konning ishlash muddati 20 yilgacha baholanmoqda. Sariko'l Wolfram konini o'zlashtirish loyihasi O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan resurslardan samarali foydalanish va hududiy rivojlanish siyosatining amaliy namunasidir. Bu yerda nafaqat mineral qazib olinadi, balki mahalliy aholi uchun yangi ish o'rinlari, infratuzilma va ijtimoiy barqaror muhit yaratiladi. Loyiha doirasida 400 nafardan ortiq mutaxassis va mahalliy aholi vakillari barqaror ish o'rni bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Ya'ni TMK o'z loyihalari orqali inson kapitali, ish o'rinlar va mahalliy rivojlanishga investitsiya kiritishni ham maqsad qilgan.
Mahallamizda shunday kon ochilayotganidan biz yoshlar juda ham xursandmiz. O'zim tog' kon sohasiga yomon qiziqardim. Hozir mutaxassislar tomonidan aytilgan o'zim ko'nglimdagi ish o'rinlari yaratilmoqda. Ishsiz yoshlar men qatori tengxo'rlarim bundan buyog'iga endi doimiy ish bilan band bo'ladi. Bunday shart-sharoit yaratib bergan prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Bu tog' kon qurilishida biz mahallamiz yoshlari bilan o'z shijoatimiz, mehnat sevarligimiz bilan o'zimizni hissamizni qo'shamiz. Yurtboshimizning geologiyaga bo'lgan e'tibori sababli mana shunday konlar ochilib, ish o'rinlari yaratilmoqda. Men Sarikul qishlog'ida tug'ilganman. Qishlog'imizda zavod, fabrika, ishlab chiqarish tashkilotlari yo'q. Mana bugun xursand bo'lib turganim sababi kon tashkil qilinmoqda. Va albatta shu mahalliy aholini ish bilan ta'minlashda katta ahamiyatga egadir. Chet davlatlarga muhojirlar qilib ishlayotganlar ishchilarga albatta ish o'rinlari yaratilmoqda. Endi o'z uyida, oilasi yonida mana shunday ish tashkillashtirilib, yashab, ishlab turishga sharoit yaratilmoqda. Bu katta imkoniyat bu. Bundan foydalanish albatta hamma joyda ham yo'q. Bizning qishloqda shunday bo'lganda biz mehnat faxrlari xursandmiz. Biz hozir TMK mutaxassislari bilan gaplashdik. Ular faqatgina ish o'rni emas, balki o'sha mahallani infrastrukturasini ham yaxshilashga, ijtimoiy soha obyektlari, bog'cha qurish, maktablarni qayta ta'mirlash, yo'limizni ravon qilish bo'yicha tushunchalar berdi. Keyinchalik yoshlarning o'z mablag'lari hisobidan o'sha mutaxassislik bo'yicha o'qishlarda o'qitish va mutaxassis tayyorlash vazifasi bor ekanligini aytib o'tdi. Shu bilan bir qatorda prezidentimiz ta'kidlaganidek, kam ta'minlangan oilalarga yordam ko'rsatish. Kon mutaxassislar maqsadi ham xuddi shunday ekanda, kam ta'minlangan oilalarga yordam ko'rsatish. Biz bundan juda ham xursand bo'ldik. boyitish fabrikasida volfram chiqindilarini qayta ishlash hajmlarini kengaytirish maqsadida Xitoyning Sinxay kompaniyasi bilan hamkorlikda loyiha amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha natijasida volfram konsentrati ishlab chiqarish hajmi 300 tonnadan 1050 tonnaga, mahsulot qiymati 18,4 million dollarga yetkaziladi va 4,1 million dollar sof foyda olinadi. Buning natijasida 2026-yilda 700 ming, 2028-yilga borib 1,4 million dollar soliq to'lanishi kutilmoqda. Ya'ni har bir tonna volfram orqali nafaqat sanoat o'sadi, balki davlat budjetiga qo'shimcha manba, hududlarga barqaror rivojlanish va xalq farovonligiga investitsiya kiritiladi. Shuningdek, Ingishka konida amalga oshirilayotgan modernizatsiya ishlari doirasida TMK xorijiy investor Xitoyning Red Persimmon kompaniyasi bilan hamkorlikda yangi texnologik liniyalar joriy etmoqda. Bu orqali volfram rudasini qazib olish hajmi yiliga 900 ming tonnaga yetkaziladi. Kon faoliyatini tiklash natijasida yiliga 1671 tonna volfram konsentrati ishlab chiqarish ta'minlanadi. Keyinchalik esa ishlab chiqarish salohiyatini 5040 tonnaga yetkazish rejalashtirilgan. Shu bilan birga TMK Turkiyaning International Gold medenchilik shirkati bilan hamkorlikda Saudbay volfram konini o'zlashtirish loyihasini amalga oshirmoqda. Bizim şirketimiz devraldı. Bugungi kunda mazkur loyihani bizning kompaniyamiz o'z zimmasiga olgan. Hozirda biz xalqaro standartlar asosida tadqiqot ishlarini olib boryapmiz. Bu jarayonda o'zbek va turk geologlar jamoasi birgalikda ishlamoqda. Ayni paytda Saudbay hududida ochiq kon tashkil etish maqsadida resurslarni aniqlash bo'yicha burg'ulash ishlari olib borilmoqda. Shuningdek, aniqlangan boshqa istiqbolli maydonlarda ham shu yo'nalishdagi ishlarni davom ettirish rejalashtirilgan. Bizning rejamizga ko'ra, agar barcha jarayonlar rejadagi kabi amalga oshsa, bir yil ichida Jork xalqaro standartlarga muvofiq zaxiralarni aniqlab, ochiq kon ishlarini yo'lga qo'yishni maqsad qilganmiz. Kon ishga tushishi natijasida 4811 tonna volfram konsentrati ishlab chiqariladi.
Hamkorlikdagi ishlar natijasida volfram konsentratlari keyinchalik TMKga yetkazilib, metal volfram ishlab chiqarish jarayoniga yo'naltiriladi. Shu bilan birga kombinat o'zining xomashyo salohiyatini kengaytirish va yangi konlarni ishga tushirish yo'nalishida Tomchali va Karakiya istiqbolli maydonlarida xalqaro standartlarga muvofiq geologik qidiruv ishlarini amalga oshirmoqda. Shuningdek, xorijiy va xususiy investorlar ishtirokida Navoiy viloyati Uchquduq tumanidagi Saritau, Samarqand viloyatidagi Xo'jadiq, Yaxton va Kamangaron hamda Qashqadaryo viloyatidagi Gusay hududlarida geologik tadqiqotlar izchil davom etmoqda. Midstream bosqichida O'zbekistonda volframni to'liq qayta ishlash zanjirini yaratish maqsadida kombinat tomonidan Samarqand viloyatida yangi gidrometallurgiya sexini barpo etish rejalashtirilgan. Bu zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarini tashkil etish uchun TMK Kanada, Avstraliya, Finlandiya va Turkiyaning yetakchi injiniring kompaniyalari bilan hamkorlik orqali ilg'or tajribalarni joriy etish choralarini ko'rmoqda. Uzbekistan is the only country O'zbekiston bugungi kunda Markaziy Osiyoda volfram ishlab chiqarishning barcha bosqichlariga ega bo'lgan yagona davlat hisoblanadi. TMK tomonidan zamonaviy gidrometallurgiya va pirometallurgiya zavodlarini ishga tushirish rejalashtirilgan bo'lib, unda asosiy e'tibor ishlab chiqarish texnologiyalarini modernizatsiya qilish, quvvatlarni kengaytirish hamda ekologik toza va samarali yechimlarni joriy etishga qaratilgan. Mazkur chora-tadbirlar O'zbekistonga global texnologik metallar bozorida yetakchi ishtirokchiga aylanish, strategik ahamiyatga ega xomashyo turlarini barqaror va yuqori qo'shilgan qiymat bilan eksport qilish imkonini beradi. Shu tariqa mamlakat nafaqat mintaqaviy, balki jahon miqyosida ham kelajak metallari ishlab chiqaruvchisi sifatida mustahkam o'rin egallaydi. Loyiha to'liq ishga tushgach, 2027-yilda 5000 tonna, 2029-yildan esa 10000 tonna, 2030-yildan 15000 tonna volfram konsentrati qayta ishlanadi. Mahsulot qiymati esa 307,4 million dollarga yetkaziladi. Volfram sohasidagi bu loyihalar davlatimiz rahbari boshchiligida amalga oshirilayotgan sanoatni diversifikatsiya qilish, yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar eksportini kengaytirish hamda mamlakatning texnologik salohiyatini mustahkamlashga qaratilgan siyosatining amaldagi ifodasidir. Downstream bosqichi bu qiymat zanjirining eng yuqori nuqtasi va bu nuqtada TMK kritik minerallar sohasida Made in Uzbekistan sanoat brendini jahon maydonida mustahkamlash, mamlakatni texnologik metallar eksporti bo'yicha ishonchli va barqaror hamkorga aylantirishni maqsad qilgan. Bugungi kunda TMK tomonidan volfram briket va shtabiklari, volfram karbida asosida valonkalar, qattiq qotishmali frezalar va burg'ular, volfram elektrodlar, shuningdek burg'ulash asboblar va koronkalar ishlab chiqarilmoqda. Kombinat ishlab chiqarish jarayonlarini bosqichma-bosqich raqamlashtirish va to'liq avtomatlashtirish, energiya tejamkor hamda ekologik xavfsiz texnologiyalardan foydalanish hamda ESG va IRMA xalqaro standartlarga mos barqaror sanoat modelini joriy etmoqda. Bu yondashuv orqali TMK metalni qayta ishlab, kelajakni yaratmoqda. Bugun O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan yuqori qo'shilgan qiymatli volfram mahsulotlari dunyoning yetakchi sanoat mamlakatlariga, xususan Yevropa va AQShning yetakchi kompaniyalariga yetkazilmoqda. Shu bilan birga Yaponiya va Koreya kabi texnologik rivojlangan bozorlarga ham eksport yo'nalishlarini kengaytirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi sanoat loyihalarining to'liq ishga tushishi natijasida xomashyo yo'nalishida volfram konsentrat ishlab chiqarish hajmi 300 tonnadan 14950 tonnaga, ya'ni 50 baravarga o'sadi. Qayta ishlash yo'nalishida Samarqand va Toshkent viloyatlarida gidrometallurgiya sexlari ishga tushishi natijasida volfram angidrit ishlab chiqarish hajmi 76 tonnadan 4860 tonnaga, tayyor mahsulot yo'nalishida esa volfram metal ishlab chiqarish hajmi 58 tonnadan 1860 tonnaga yetkaziladi. Yangi volfram loyihalari nafaqat sanoat yutug'i, balki milliy iqtisodiyotning yangi o'sish nuqtasiga aylanib, o'zining yuqori iqtisodiy samarasini beradi. Unga ko'ra, investitsiya qiymati 103,9 million dollarga yetadi. Mahsulot ishlab chiqarish hajmi bugungi 5,5 million dollardan qariyb 280 million dollargacha o'sadi. Eksport salohiyati esa 2,4 million dollardan 181,5 million dollargacha ko'tariladi. Shuningdek, loyihalar ishga tushishi natijasida 5000 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Yana bir muhim jihatlardan biri, loyihalarning to'liq ishga tushishi natijasida O'zbekistonning volfram sohasidagi global ulushi ortib, zaxiralar hozirdagi 2% dan 2030-yilga kelib 5,1% ga, qazib olish bo'yicha esa 0,5% dan 18,8% ga oshadi.
bugun dunyo Wolfram ta'minot zanjiri bo'yicha barqaror manbalarni izlamoqda. Ya'ni ishonchli, shaffof va texnologik yechimga ehtiyoji bor. Prezidentimizning strategik va uzoqni ko'ra olish siyosati tufayli O'zbekiston bu jarayonda faol ishtirokchi sifatida nafaqat xomashyo yetkazib beruvchi, balki qiymat zanjirining to'liq modelini geologiyadan to tayyor mahsulotgacha bo'lgan integratsiyalashgan sanoat tizimini global bozorga taklif etmoqda. O'zbekiston texnologik metallar kombinati esa jahon Wolfram ta'minot zanjirini to'ldirishga qaratilgan loyihalari bilan mamlakatning jahon sanoati uchun ishonchli hamkor sifatidagi rolini va global sanoat xaritasidagi o'rnini mustahkamlashni maqsad qilgan.